Bitta da yeydi shuni. Bo'lmaydi? Mosh, chigit. Mosh, chigit, buğday yorma. Qanchadan beri yeyapti? Ha. Moshni berishni boshlaganimizga 5 oy bo'ldi. 5 oy. Men bitta Toshkentda Hoji buva necha yillardan beri mol boqar ekan. O'zim ustaman men. Ha. Birlashib qoldik. Hoji buva rosa tosh bosmasa mollarga mosh berar ekan. Ha. U o'zi makrondan boqar ekan. Makronni qaynatib berar ekan. Pishirib. Sen mosh qaynatib ber dedi. Mana mosh yeyapti. Mana mosh. Mana mosh. Qoralachi. Toshga zo'r kelargan-da. 1 kilo mosh yesa ichida 5 kilo suyuqligi bo'ladi, 3 kilosi qolaveradi dedi. Ha. Ha, moshni ko'rsataymi? Ha, moshni. Mana mosh atalayotgan novoslar 1 tonna. Mana mosh. Moshni dukudan o'tgan ekan-da. Mosh mana buğday yorma. Buğday yorma undan yemaydi. Buni tertga qo'shib beramiz. Kunjarachi? Kunjara yo'q. Kunjarani mana bu qaynadi. Ha. Qaynagandan so'ng suvni olamiz tam. O ikkala katakan yeydigan narsasini aytaman. Ha. Mana shu tog'ora. O'shandan 2 tane oq baqirda, shu oq baqirda bittadan nimaga quyamiz suvni. Tog'oraga. Ha. Mana shu qozoq kunjara. Mana shu qozoq kunjaradan nechim bor bunday kasa. Ikkita kasa solaman. Keyin buğday yormadan ikkita kasa aralashtirib qo'yamiz. Bo'ldi. Bittada mana shu 20 kilo chiqadi. Suv og'ir bunda. Mana o'la keyin kunduzga suvni quyamiz. Oxiriga mana. Suvni quyib, ichiga mosh solib qo'yamiz. Mana ichida moshi bor. Xom mosh solib qo'yamiz. Suvni ichadi, ham quvvat. Ayronda. Ayronda. Ana shunisi ana. 20 kilo kam 1 tonna chiqdi. Angusimiz ham xudo xolasa 1 tonna xotirjam keladi. Bir yasharlarni aytib qo'yamiz. 1 yasharli novoslarimiz 603 kilo chiqyapti. 600 kilo oshiq chiqyapti. Eng kichkinalardan. Eng kichkinalar. Mana ular 700 kilo chiqar ekan mana shu. Bular ikkovi. Bemalol chiqadi. Eng yuvosh mana. Ha. Gap yo'q. Akalar bittadan like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Dehqon akamizni chorvasiga baraka bersin. Hammaga shunaqa chorvalarni boqish hammaga nasib qilsin.